Hijoblanmagan har bir ayol osiy, ya'ni gunohkordir. Hijob Allohning buyrug'i va amri hisoblanadi. Unga amal qilish farzi ayn bo'ladi. Bunga Nur surasining 31-oyati dalil bo'la oladi. Oyat karimada shunday deyiladi: Sen mu'minlarga ayt, ko'zlarini tiysinlar, farjlarini saqlasinlar va ziynatlarini ko'rsatmasinlar, magar zohir bo'lgan ziynatlari bo'lsa mayli. Ro'mollarini ko'ksilariga to'sib yursinlar. Hijoblanmagan ayol nafaqat o'zini, balki jamiyatni ham gunohkor qiladi. Qanday deysizmi? Tabiiyki, hijobi yo'q ayolning avratlari ochiq bo'ladi. Masalan, sochi, oyoqlari va boshqa avrat joylari ko'rinib turadi. Unga qarash ham, qaratish ham gunoh hisoblanadi. Hasan Basri rahimahulloh birovni avratiga qaraganga ham, qaratganga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Hijob shartdir. Xoliqqa osiy bo'ladigan paytda maxluqqa itoat qilinmaydi. Xoliq Alloh, maxluq esa yaratilgan barcha inson zoti. Xoh u ota bo'lsin, xoh ona bo'lsin, bu buyruqqa qarshi chiqsa, ularga itoat qilinmaydi. Farzligicha qoladi. Onam unamayapti yoki otam unamayapti deyotgan qizlar qalblarida talab yo'qligini va bu bahona ekanliklarini bildirib qo'yishadi. Bular faqat bahonadir. Deylik, masalan, siz so'nggi rusumdagi telefonni xohlayapsiz. Unga erishish uchun boringizni berasiz. Oyog'ingizni tirab yurib bo'lsa ham ota-onangizga aytib oldirasiz. Unga erishasiz. Izlagan imkon topar. Agar Allohdan chindan qo'rqsangiz, ota-onangizni ko'ndirasiz. O'z aqlingizni dayus qilib qo'ymang. Otangiz yoki aka-ukangiz siz tufayli azoblanishini xohlamasangiz, bugunoq hijoblaning. Yana nimani kutmoqdasiz? O'rningizdan turing-da hijob xarid qiling. Allohga tavba qilgach, 2 rakat namoz o'qib, jannat sari intiling. Videoni barcha tanigan do'stlaringizga yuboring. Ularda ham shunday ayollar bo'lsa, jannat sari yo'llanishiga sababchi bo'ling. Ma'assalama.